Hammaga salom. Hozirgi videomizda do'stlar, qanday qilib Google akkauntni o'chirishni ham ko'rsatib ketaman. Google bor akkauntni ulashishni ham ko'rsataman. Hop, shu videoda hammasini bila olasiz. Uning uchun men Mi Boxdaman hozir. Sizda boshqa Smart Box bo'lishi mumkin. Siz настройки bo'limiga o'tishingiz kerak. Siz настройкаga o'tasiz va bu yerdan akkaunt degan joy bo'ladi. Shu joyga o'tishingiz kerak bo'ladi va o'zingizda turgan akkauntni hozir men o'zimnikini udalить qilaman yoki добавить qilsam bo'ladi. Hop, menda o'sha akkaunt bilan turgan ekan. Hop, da 1.5 udalить qila qolay undan ko'ra. Hop, buni udalить qilamiz. Udalить qilganimizdan keyin hamma o'sha bunaqaga doir panel o'chib ketadi. Mana keladi, buni o'chira qolaylik. Hop, mana udalить qilamiz. Hop. Mana d2239d@gmail.com akkauntimiz o'chib ketdi. Endi esa buni добавить qilishimiz kerak bo'ladi. Hop, men sizga hozir buni настройкаdan ko'rsata qolaman, shunday tushunarli bo'lishligi uchun. Shuning uchun настройкаga o'tasiz, настройкаga o'tasiz, akkaunt vaqtga o'tasiz va bu yerda hali ham akkauntimiz turibdi. Nega turibdi? O'zim uchun mana biz bunga o'tishimiz kerak edi. Qisqasi akkaunt добавить qilamiz. Добавить qilayotganingizda bor akkauntingizni qo'yasiz televizor yokida telefon orqali ham qilsangiz bo'lar ekan. Biz televizor orqali qilamiz. Hozir menga shu ma'qul, sizga ko'rsatish uchun. Hop, bu yerga o'zingizni akkauntingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Hop, sizda bo'lishi mumkin. Qisqasi shu o'zingiz akkauntingiz email kuchukcha gmail.com, ya'ni shu akkaunt kerak bo'ladi. Hozir men bu yerga o'zim akkauntimni yozaman. Hop, dalya qilaman. Siz ham bu yerga o'z akkauntingizni yozasiz, dalya qilasiz va o'shani hozir parolni teramiz. Do'stlar, mana akkauntim esimdan chiqib ketdi paroli, shuning uchun hozir boshqa akkaunt kiritaman va shu akkaunt orqali kiramiz. Hop. Endi hozir parolni yozib oling. Hop, to'g'ri parol kiritsanglar bo'ldi. Xo'sh do'stlar, hozir o'tib olamiz. Mana sizga shu akkauntingiz nomi chiqib keladi. Mana здравствуйте, Jalol Fattohov, там Jalbek, нужно нажать принять, показать больше, принять qilasiz и mana bu yerdan принять bosasiz. Menda hozir sizda agarda Google CV bo'ladigan shunaqa принять qiladigan joylar bo'ladi. Agarda oddiy Play Market o'zi bo'ladigan bo'lsa, Play Market o'zidan kirgan bo'lsa yoki akkaunt to'laydigan bo'lsa, просто принимай yoki принять tugmasi bo'ladi. O'shani bosasiz bo'ldi. Sizdan shu talab qilinadi va mana ko'rib turganingizdek, mana ikkinchi akkauntim ulangan. Ikkinchi akkauntimga o'tib bemalol foydalanishim mumkin. Bu yerda o'zim xohlagan ilovalarni yuklagan holatda. Hop. Hop, mana unga o'tamiz. Sinkronizatsiya. Hop, mana hozir перезагрузка bo'ladi Mi Box'imizga. Yo'q, o'sha joyga ketibdi. Короче, bolalar, Mi Box'im qotib qoldi. Hozir nima qilishni bilmayman. Hozir Mi Box'imni перезагрузка berdim. Blokitanisini olib chiqarib tiqib uladim. Shunga hozir sekin-yomg'irda hozir ishlashini ko'ramiz. Agar sizdan shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, rozetkadan chiqarib tiqib ulab, akkauntingizni tanlab ulanglar. O'shandan keyin hammasi izingizga tushib ketar ekan. Mana shunaqa bo'ldi. Smart Box va Smart TVda ham shunaqa bo'lsa, agarda tupit qilib qolsa, qotib qolsa, nimadir bo'ladigan bo'lsa, rozetkadan chiqarib tiqib ulaversangiz, menimcha shu muammongiz ham fix bo'ladi. Xo'p, videoga like va kommentariy yozib qoldiring. Foydali bo'ldimi yoki yo'qmi? Mana esa keyingi videolarda sizga yangi narsa olib chiqaman.